Zerikmadingmi xotinchik? Ovqatlarni pishirdim, uylarni yig'ishtirib qo'ydim. Ketiksan, bir aylantirib kelay. Ha, judayam zerikdim. Yaxshi bo'lardi ko'chaga chiqib kelsang. Mumkinmi sani o'rtoq 1 minutga? Xotinchik hozir 1 minut. Do'stim, Savollaring yaxshimi? Senga ham besh ketmadim-da o'rtoq. Hali ham shu xotining yurib yuribsanmi? Qachongacha? Gapga kelmaysan, qo'shilmaysan. Shu xotiningni deb ishdan ham bo'shabsan. Yaxshi joyga ishlarding. Karyerada nima bo'ldi? Men san do'sting uchun aytyapman. Qo'y, yosh umring xazon qilib nima qilasan? Bo'ldi endi. Zo'rga uylantirib qo'yaylikmi? Ha, tavba beraymi senga? Xasta bo'lma jonim. har bir insonga bir sinov beriladi. Sog'lom paytida u menga qaragan. Endi shunaqa paytda qanday tashlab ketaman do'stim? Haqiqiy erkak juft halolni og'ir vaziyatda tashlab ketmaydi. Balki bu meni sinovimda do'stim. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Azizim